Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan Instagram akkauntimizni sakret qilishni o'rganamiz. Birinchi navbatda biz bu joyga kiramiz va mana bu 3 ta tayoqchani bosamiz. Bosganimizda pastga tushamiz va account privacy degan joy chiqadi. Undan biz private accountni bosamiz. Hozir meni accountim zakritniy emas. Shuning uchun mana private account, ya'ni akkauntni sakret qilish degan tugma turibdi. O'shani bosamiz. Switch to private, ya'ni maxfiy akkauntga o'tkazdirilsinmi deb so'rayapti. Biz shuni bosamiz. Bosganimizda o'zi avtomatik akkauntimiz ya'ni maxfiy bo'ldi, zakret bo'ldi. Endi kirib ko'ramiz. Mana zakret bo'lganini biz mana bu chekkadan bilsak bo'ladi.